Assalomu alaykum mushtabdagi qarindoshlar. Mavo Nur TV'siningki Muhammad Ali degan bolaning so'ziki. Endi bu darslikni shu payg'ambar alayhissalom mushu dinni tarqatish jarayonida nurg'un jafo mushaqqatlarni tatqanligi, beshig'i nurg'un ig'ir kunlarning kelganligi, sinalganligi to'g'riliq gap qilibdi. Mushu so'zning ichida bizga eng muhim bo'lgan bir yerdachi desa, to'g'ri to'xtalmasdan bir xatolikni sodir qilib o'tib ketibdi. Xatolikni sodir qilib o'tib ketibdi. Tuzab qo'yaylik. Endi so'zlayotgan tarixining qanchalik rost, qanchalik yolg'on, u bir Allohning kitobida aytilayotgan so'z emas. Ba'zilari Qur'onning oyatlari bilan isbotlangan bo'lsa-mu, ba'zi voqeliklar u Qur'onning ichida yo'q. Yo'q. Shuning uchun xatolashgan tarafini deb qo'yaylik, lekin u tarixga biz kirib, tarix to'g'ri degan, xato degan deb o'tmaymiz. Bizga eng muhim bo'lgan, bilib olishga tegishli bo'lgan tarafiga chiroyli gap qilib qo'yamiz. Qabul qilsa o'zining ishi, qabul qilmasa yana o'zining ishi. Lekin millatga desa dinni to'g'ri yetkazmasak, bizning dinimiz mandaq din kanda asli deydigan bir ufqun paydo qilmasak desa, asonli yana xurofotning ichiga, bid'atning ichiga birlari chiqib arabcha bir narsalarni o'qib so'zlasa, shu din o'xshaydi deb xeyli aqlli kishilar, ziyolilarimizdan tortib, xeyli jamiyat arboblaridan tortib, hammasi desa, shuning ichiga o'ylashmay kirkitib qolaverdi. Shu kirib ketishlik sababmi yana nima desa, asos jihatdan mushu dinni muhim bilmaganlikmiki deb o'ylab qolaman. Asli bu din bir millatningki bo'libmi bizga o'xshash bir Allohga ibodat qiladigan, bir Allohga ishonadigan millatningki u dunyolik bilan munosabatlik. Bu dunyoligimizni ziyon tatgan bo'lsakmi, shu dinni mukammal tushungan bo'lsak, bu dunyolikni ziyon tatmaydik va u dunyolikni ziyon tatmaydik. Ziyon tatmaydik. Shuning uchun diqqat qilganlar diqqat qilish kerak endi bunga. Asosan diqqat qilish kerak. Diqqat qilmay o'tib ketaverganlarga uni o'zining ixtiyorligi deb tashlab qo'yamiz. Endi nima deydi shu bola desa, payg'ambar alayhissalomga Makka mushriklari shu bir xudolik nazariyasini o'tirib qo'yma. Allohga chaqama, bizni buzma, qalaymagan qilma. Qalaymagan qilma. Ma millatni bo'lib o'tib borsa deb asos jihatdan bir takliflarni berib payg'ambar alayhissalomning oldiga kelib, boylik desang boylik beraylik, huquq desang huquq beraylik, nima desang shuni qilib beraylik. Sen bu dinga bizni chaqama, ma millatni bo'lma debdiki. Yani bizden o'qigan tariximizda shu Abu Talib orqali shu gapni degizgan chog'da payg'ambar alayhissalom osmondagi oy bilan kunni, oyni bir qo'lamga, kunni bir qo'lamga atpasangmi, men bu yo'limdan yonmayman degan tarixni o'qigan. Shuni so'zlabdi. Albatta shundoq bo'ladi hamda Allohning bir elchisi bo'lgandan keyin Alloh buyurgan vazifani ado qilish kerak. Öz oldiga bo'ladi deb voz kechmaydi undan. Voz kechmaydi. Alloh bir narsani vahiy qilib yoki mana qil yoki qilma desa, u chaqda ixtiyorlik bo'ladi. Undaq bo'lmagan sharoit ostida o'z ixtiyorligi bilan yoki huquq yo mol dunyo deb u yo'lga kirib ketmaydi. Shuning uchun bir qo'lamga oyni bir qo'lamga kunni apasangmi, men bu yo'lda yonmayman degan javobni bermay amal yo'q, shu javobni beradi. Shu javobni bergandan keyin Makka mushriklari umidsizlandi deydi bu bola. Umidsizlanib undan keyin berib, unda bo'lsa bir yil biz sizlarning diningizga e'tiqod qilaylik, bir yil sizlar bizning dinimizga e'tiqod qilinglar deb xuddi hozirgi tinchlikparvarlar o'tirg'i chiqib, tinchlikparvarlar o'tirib qo'yayotgandek bir narsani o'tirib qo'ygan deb mishada xatolashib ketaylik. Hozirgi tinchlikparvarlar unda bir narsani o'tirib qo'ymaydi. Dunyoda hech qanday bir davlatda shu davlatning xalqining ichida birisining diniga birisi bir yil, birisining diniga birisi bir yil e'tiqod qilayotgan unda bir davlat yo'q. Undaq bir narsani o'tirib qo'yayotgan bir davlatmi yo'q. Undaq bir ideologiyani, shuni e'tiqod deb ilgari surayotgan
bir cemaat mi yok? Cemaat mi yok? Dünyada unda bir narsa yok. Şu Mekke müşrikleri koygan, şu Mekke müşrikleri Peygamber Aleyhisselam'da muşunda kılaylı dep koygan o talepdek talep dünyada yok. Yok. Bu balı bir yerde hazırkı tinchlikparvarlar o'tirib qo'yayotgan narsani degan deydi. Uning bilan hech qanday munosabati yo'q. Dunyoda bir davlat va u ismi Xitoy. Xitoy. Xitoy tajovuzchilari ularchi desa hamma odamni o'zimga o'xshash bo'lsa deydi. U hergiz biz sening diningga bir yil e'tiqod qilaylik, biznikiga bir yil e'tiqod qil yoki biz hukumat peshida bo'lgandan 10 yil biznikiga e'tiqod qil, bir yil senikiga e'tiqod qilaylik demaydi. U hammani o'zining qo'l ostidagi millatlarning hammani tajovuzchilik qilib ziminlarni talon-taroj qilish bilan birga hammani dindan chiqarib, menga o'xshash bo'lsang yashaysa, bo'lmasa yashamaysa deydigan ashundoq bir Xitoy bor. Shu Xitoydan boshqa, shu tajovuzchidan boshqa, shu zolimdan boshqa hech qanday bir davlat bir millatni dinni almashtirib turib ibodat qilishayli, tegishtirib ibodat qilayli degan bu prinsipni o'ttirg'a qo'ymaydi. Hozirgi tinchlikparvarlar, xuddi hozirgi tinchlikparvarlar mushta degan tinchlikparvarlar ilgari surgandek, ashunda bir narsani ilgari surgan deydi. Hozirgi tinchlikparvarlar unda bir narsani ilgari surmadi. Hozirgi tinchlikparvarlar nimani ilgari surdi desa, shu gapni qilib bo'lgandan keyin Alloh sur kofirini tushirdi. Aşınanda lekum dinikum veliye din diye ayetini özü okudu. Allah üyede hakiki tinchlikparvarlikni, haqiqiy insonlikni ashada o'ttirib qo'yapti. Ular bir yil sening diningga, bir yil mening dinimga degan chog'da ya bumi bo'lmaydigan narsa, bumi bo'lmaydigan narsa. Haqiqiy o'lchamlik bir narsani men sizlarga vahiy qilib beray, shuni yetkazay Muhammad alayhissalom deb chiroyli sura kofirini yetkazib, lekum dinikum veliye din dedi. Senin mi dinin özenge, benim mi dinim özenge. Dini itiqatda bir-birimizden sen menikiga, men senikiga deb talishib o'tmaymiz. Sen mening dinimga itiqat qilsa yoki men senikiga itiqat qilaman deb din sababli talishib o'tmaymiz. Sen nimaga itiqat qilsan qilaver, men nimaga itiqat qilsam qilaveray, u o'zimning ixtiyorligi bo'lsin degan ya Muhammad alayhissalom deb ana shunday bir narsani Alloh o'tirib qo'yapti. Alloh o'tirib qo'yapti. Dünyada sen bana o'xshash bo'lsa davatkan birisi komünist var. Birisi komünist var. Yani birisi Allah'ın muşu dinini, muşu kanuniyetini düşünmey, hem adamni men musulman kılmam, musulman bulmasan öldürmen davatkan, aşı İslam'dan çıkıp Kur'ansız bir musulmanlıkını özüge musulman deb özüge yüklü vagan, aşındak bir ideolojiye kirip kalan adamlar var. Dünyada muşundan işkili adam hazır. Biz İslam diniga e'tiqod qilamiz deb turib, boshqalarni musulmon qilamiz. Musulmon bo'lmasa uning ziminni bosimiz. Uni iymonga da'vat qilamiz. Unimiz fidya to'laydi. Unimiz o'ltiramiz degan narsa Xitoy kommunistlari bilan o'xshash ideologiya Qur'onsiz musulmonlikda bor. Bundaqda hech qanday ahli sunniy vel jamoat bor u narsa. Xitoy bilan o'xshash qaraydi nurg'un narsaga. Kur'an bilen hiç qanday alakası yok. Çünkü Allah'ın dini bilen hiç qanday alakası yok. Sen mendek bulmasan öldürme, mening dinimga itiqat qilmasan öldürme diyen narsa Kur'an'da yok. Kur'an onun mu dini özge, mening mi dinim özemge deb tinch bir cemiyet barpo qilib, şu cemiyette ortak yaşanglar degan bir insonlikni, aşındaq bir tinch bir cemiyet barpo qilishni o'ttirib qo'ydi Kur'an. Lekin gapning o'ziga kelsam, xato degan yeriga kelsam nima desa, sen mening dinimga bir yil ibodat qilsam, biz senikiga bir yil ibodat qilamiz degan narsani shu vaqtda shu Makka mushriklari o'ttirib qo'ygan narsani hozirgi tinchlikparvarlar mushta deb o'ttirib qo'ydi deydi. Hozirgi tinchlikparvarlar shu Qur'onda da'vatlarni o'ttirib qo'ydi. Hamma odam o'zining dinida Aşı Allah lekum dinikum veliye din deb tushirib şu oyatdagi shu narsani o'ttirib qo'ydi. Dünyada shu narsani o'ttirib qo'ymaydigan ikkila birisi bir davlat bor, birisi ahli sunniy vel jamoa bor.
shu narsani o'ttirib qo'ymaydigan, Qur'ondagi shu narsani o'ttirib qo'ymaydigan birisi Xitoy Kommunist partiyasi va birisi ahli sunniy val jamoa. U bo'lsa nima desa, shu Xitoy menda Xitoy bo'lsa deydi. Ahli sunniy val jamoa namoz o'qimasang o'ltirma, bu dindan chiqsang o'ltirma, o'ltirma. Manga o'xshash bo'lmasang o'ltirma, soqol qo'ymasang o'ltirma, mushta o'ltirma. Manga o'xshash bo'lmasang o'ltirmanni, Xitoy manga o'xshash bo'lmasang o'ltirman deganga o'xshash o'ttirg'a qo'ydi. Shuning uchun biz Qur'onsiz musulmonlik o'ttirg'a kelib chiqqan, ahli sunniy va jamoa degan islom bilan munosabati yo'q, o'z oldiga bir din bo'lib shakllanib qolgan deyishimizga sabab shu.